Qishloq xo'jaligida tomorqa yerlaridan samarali foydalanish hamda aholini o'zini o'zi band qilishga jalb etish maqsadida hovli hududida kichik issiqxona tashkil etildi. Issiqxonada mavsumiy sharoitdan kelib chiqib ismaloq, jag'jagʼ, ko'k-piyoz singari foydali mahsulotlar yetishtirilmoqda. Mazkur tashabbus xonadonning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, barqaror daromad manbai yaratish hamda o'zini o'zi band qilish orqali aholining iqtisodiy faolligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga ushbu amaliy tajriba kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan davlat siyosatining ijrosini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu to'marqamizdan mavsumiy ekinlarda ekib, yerlarda mana chiroyli qilib olib borib, bir marta hosilni olib, ikkinchi hosilimiz yetishtirdik. Mana Xudo xolasa endi uchinchi hosilga takror ekinga karchik ekkani joyimiz bo'sh edi mana. To'qlimizdan tashqari mana xalqimizni dasturxoniga chiqaryapmiz, o'zimizdan orttirib Xudoga shukr. Axir ehtiyojimizdan tashqari bu 90 boshli ekinlar bular hisobda. Birinchi hosilimiz jag'jagʼ bor edi, tugadi bu. Mana ikkinchi, uchinchi hosilimiz simalag'imiz bor edi mana, bu ham tugayapti. Ana uchinchi hosilga endi harakatimizni qilib, yerlar bo'shatib bo'ladi. Mana jag'jag'imiz 2 sotik bo'lsa, bundan ham bir 5 millionlik daromad qilamiz. Bundan ham, bundan tashqari mana karchika eksak, yana u karchika 3-hosilda olamiz. Karchikadan keyin yana takror ekin ekamiz. Shu yilda boring 3 marta, 4 marta hosil olamiz. Shu ustotik joydan boring yilda 15 million, 12 millionlik ko'kat sotib, mana shu yerda xalqimizning ehtiyojiga qarab chiqaryapmiz mana bozorlarga.